Assalomu alaykum qadrli talabalar, shifokorlar va bo'lajak nevrologlar. Yana bugun birgamiz sizlar bilan. Bugun Xudo xohlasa egi darslarimizning 3-darsini o'tamiz. Mavzuyimiz egidagi terminlar va to'lqinlar haqida bo'ladi. Kayfiyatlaringizni ko'tarib qo'ymoqchiman. Bugungi darsimiz nisbatan qisqaroq va tushunishga osonroq hisoblanadi. O'tgan darsimiz bilan solishtiradigan bo'lsak. Manbaimiz Learning.eg website, rasmlarimiz va manbalarimiz, ma'lumotlarimiz hammasi shu veb-saytdan olingan. Bizda bugun 3 ta kichik rejamiz bor. Birinchi rejamiz egidagi to'lqinlar, ikkinchisi to'lqinlarning amplitudasi va uchinchisi to'lqinlarning morfologiyasi haqida bo'ladi. Egi tekshiruviga keladigan bo'lsak, bizda to'lqinlarda 4 xil turi bor. 4 xil to'lqin bor. U to'lqin nimaga qarab ajratiladi desak, 1 sekundda nechta to'lqin bo'lishiga qarab turib 4 xil bo'ladi. Va ular gerslarda o'lchanadi. Nechta bo'lsa o'shancha gers bo'ladi. 1 sekundda 4 ta to'lqin bo'lsa 4 gers, 10 ta to'lqin bo'lsa 10 gers, 20 ta to'lqin bo'lsa 20 gers bo'ladi. Va mana shu chastota deyiladi. O'shalar 4 xil to'lqinning nomlari delta, teta, alfa va beta. Birin-ketirlikda ularni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda delta to'lqini haqida gaplashamiz. Delta to'lqini chastotasi, ya'ni 1 sekundda nechtaligi bu 4 tagacha bo'ladi. 4 tagacha bo'lgan to'lqin bu delta to'lqin bo'ladi. Bu bizda uchrash kerakmi degan savol bor. Umumiy olib qarasak, normadagi uyg'oq insonda bu to'lqin umuman bo'lmasligi kerak. Lekin uyqu fazalarini o'tamiz. Sekin to'lqinli uyqu fazasi bor. Mabodo tasodifan o'sha to'lqin o'sha fazada chiqib qolsa, bu to'lqinni norma deb qabul qilishimiz mumkin. Patologik holatlarda, misol uchun bosh miyada qanaqadir o'sma yoki bo'lmasa shunga o'xshash holatlar bo'lsa ham delta to'lqinlar chiqib qolishi mumkin. Buni esdan chiqarmaslik kerak. Yana takrorlayman, delta to'lqinning chastotasi 4 tagacha, ya'ni 1 sekundda 4 tagacha to'lqinda biz ko'rsak, bu delta to'lqin hisoblanadi. Normada bo'lmaydi, lekin sekin to'lqinli uyqu fazasida mabodo chiqib qolsa, uni norma deb qabul qilish kerak. Patologik holatlarda o'sma holatida namoyon bo'ladi. Keyingi to'lqinimiz bu teta to'lqin hisoblanadi. Teta to'lqin chastotasi 4-8 Gz oralig'ida bo'ladi. Bu degani, yana takrorlayman, 1 sekundda 4-8 ta to'lqin oralig'ida hosil qiladi. Misol uchun 5 ta bo'lishi mumkin, 7 ta bo'lishi mumkin, 6 ta bo'lishi mumkin. Tushundingmi? Ko'pincha shu yosh bolalarda, yangi tug'ilgandan keyin sekin-sekin yosh kattalashgan sari bu to'lqinlar bo'ladi va plus uyqudan oldingi mudrash holati bo'ladi. Ya'ni uyqusiraganlik holati bo'ladi. O'shanda ham bizda teta to'lqinlar chiqib qoladi. O'sha paytlarda biz uni normal olishimiz kerak. Mana ko'rishimiz mumkin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mana 6 ta to'lqin bor. Ya'ni bu 4-8 da orasida bo'lgani uchun biz uni teta to'lqin deb nomlasak bo'ladi. Va bizda biz uchun kerak bo'lgan va normada hisoblanadigan to'lqin bu alfa to'lqin hisoblanadi. Alfa to'lqinda chastotasi 8-13 Gz bo'ladi. Bu normada bo'ladi. Uyg'oq voyaga yetgan insonda normada shu to'lqin bo'lishi kerak. Hali sanaymiz mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mana. 8-13 ta o'rtasidagi son chiqyapti. Ya'ni bu bizda alfa to'lqinni ko'rsatadi. Normada shu to'lqin bor hammamizda. Endi bizda beta to'lqin bor. Beta to'lqin nisbatan tezroq, ko'proq 1 sekundda 13-30 Gz oralig'ida bo'ladi. Ko'pincha bu artefaktlar hisobiga yuzaga keladi. Artefaktlar qayerda bo'ladi? Frontal sohadagi atvideniyalarimiz bor-ku, ya'ni peshona sohadagi atvideniyalar, mana biz peshona muskullarimizni harakatlantirgan paytimizda o'sha muskullardan chiqqan impulslar hisobiga juda tez to'lqinlar paydo bo'ladi. Mana shularni biz muskullardan chiqqan artefaktlar deb nomlab qo'yamiz. O'shalarda chiqishi mumkin beta to'lqin va plus benzodiazepin, ya'ni sedativ gipnotik dorilar, ya'ni trankvilizatorlar qabul qilgan bemorlarda ham beta to'lqinlar yuzaga kelishi mumkin.
Va biz esdan chiqarmasligimiz kerak, 30 dan baland bo'lgan ham 30 Hz dan baland bo'lgan ham gamma to'lqinlar bor, lekin ular fiziologik jihatdan egida topilmaydi. Buni esdan chiqarmaslik kerak. Mana bu yerda mana beta to'lqinni ko'rishimiz mumkin. Erimay sanaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 bitta ekan. Qo'rqmasdan biz buni beta to'lqin desak bo'ladi. Endi egida shu to'lqinlar doimo bir xil kelavermaydi. Ular aralash holatda keladi. Aralash holatda keladi. Mana bu egilarda biz har bitta to'lqinga misollarni ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda ko'rsataman, qaysi to'lqinlar qanday sanash kerak. Bu delta, eslaringizda bo'lsa, delta 4 tagacha bo'lishi kerak-da. 4 tagacha bo'lishi kerak. Kelar mana bu yerda sanaymiz. Mana bu yerda bitta va ikkita. Mana bu yerda shu 1 sekundda mana shu chiziqning orasi 1 sekund bo'ladi. Mana bu chiziqning orasi 1 sekund bo'lsa, mana shular 1 sekundga bo'lib qo'ygan bular. Mana bu yerda bitta, ikkita. Bitta, ikkita. Bitta, ikkita. Bitta ko'ring. Ko'rasizlar, shu katta to'lqinlar bo'ladi. Bitta, bitta, ikkita, bitta, ikkita, shunaqa holatda bo'ladi. Ko'rasizlar, shu to'lqinlar katta to'lqinlar mana. Mana bu yerda bitta, mana bu yerda bitta, ikkita, ikkita va bitta. Ko'rasizlar, shunaqa katta yo'g'on to'lqinlar bizda delta to'lqinlar bo'ladi. Ko'rasizlar, chastotasini yersa 1-2 yer chiqyapti. Mana bu delta to'lqin. Va mana bu yerda bizda teta to'lqin bor. Teta to'lqin eslanglar nechta edi? To'g'ri. 4 bilan 8 orasida. Endi maksimal darajada qarab sanaymiz. Mana 4 bilan 8 orasida. Mana shu yerning orasi bizda 1 sekund hisoblanadi. 1 2 3 4 5 6 7 ta chiqdi. Ha? 7 ta chiqdi. Yana sanaymiz. Kelar. Mana buni sanaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 ta. 7 ta chiqdi. Kelar mana buni sanaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 yarimta. 7 yarimta chiqdi. Shunday, mana shu bizda teta to'lqinni ko'rsatadi. Va mana bu yerda bizda alfa to'lqin. Alfa to'lqin eslanglar nechta edi? 8 13 dedi. Kelinglar sanaymiz 8 13 tani. Mana bu yerda olaylik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta. Yana sanaymiz. Xohlagan joylardan sanaymiz. Mana bu yerda sanaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta. Ko'rasizlar? Bular bizda alfa to'lqinlarni ko'rsatadi. Va mana bu yerda mana juda ham ajoyib holatda mayda chokka o'xshagan bizda beta to'lqinlar. Kelinglar sanaymiz. Endi sanashcha qiyinroq, lekin harakat qilamiz sanashga. Okey, mana bu yerdan sanaylik mana. Mana shuni oraliq sanaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ekan. Ko'rasizlar, ya'ni 13 tadan ko'p. Ya'ni bular beta to'lqinlar hisoblanadi. Mana ajratib olish qiyin emas. Bular haqiqiy bemordan olingan egilar. Mana bu egini ko'proq uyqu fazasida ko'ramiz. Bunaqa delta to'lqinlarni. Mana bu normaldagi to'lqinlar, mana bu katta to'lqinlar nima ekan demanglar. Bular ko'zning harakati bilan bog'liq. Ko'zni ochilishi bilan bog'liq bo'lgan to'lqinlar, epileptik to'lqinlar emas. Mana bu yerda beta to'lqinlar, mayda to'lqinlar ko'rishimiz mumkin. Shunda endi bizda ko'rdik, chastotani ko'rib oldik. Endi bizda amplituda degan narsa bor. Amplitudasi bu to'lqinning balandligi. Qay darajada balandligi. Mana bu yerda ko'ringlar amplitudani. Mana shu balandligi bo'ladi. Mana delta to'lqinning balandligi, misol uchun mana balandligi plus bo'yi. Mana. Mana bu yerda teta to'lqinning balandligi. Chastota bilan amplituda teskari proporsiya. Nima demoqchiman? Chastota qancha kichkina bo'lsa, misol uchun delta to'lqinlarda amplitudaning bo'yi baland bo'ladi.
Chastity qancha tez bo'lsa, misol uchun alfa, beta to'lqinlarda bo'yi shuncha past bo'ladi. Qancha tez bo'lganda bo'yi shuncha past to'lqinlar bo'ladi. Buni esdan chiqarmaslik kerak. Egidagi to'lqinlarda o'ziga xos morfologiyasi bor. Morfologiya degani shakl degani. 3 xil morfologiya holatda bo'ladi. Birinchisi monofazik, ikkinchisi bifazik va uchinchisi polifazik. Monofazik nima bo'ladi? Izoliniyadan ko'tariladi, izoliniyaga tushadi. Va ikkinchisi bifazik, izoliniyadan ko'tariladi, izoliniyadan pastga tushadi va yana qaytib izoliniyadan tashqariga ko'tarilib ketadi. Va mana shu xuddi shunaqa bifazik holat ko'pincha bizda epileptik to'lqinlar bo'ladi. Ularni xohlasa keyingi darslarda gaplashamiz sizlar bilan. Shu holatlarda bizda shunaqa bifazik to'lqinlar yuzaga kelib qoladi. Va uchinchisi polifazik, bir necha bor bizda mana bunday bo'lib izoliniyani kesib o'tadi va biz buni polifazik deb nomlab qo'yamiz. Har bittasini keyingi darslarimizda Xudo xohlasa sizlar bilan shu kerakli mavzularni ichida o'rganib ketamiz. To'lqinlarda shakliga qarab biz aytdik va to'lqinlarda birin-ketinlikda kelishi ham bor. To'lqinlarda birin-ketinlikda kelishi bor. Bunga qarab turib biz ularni ikki xil turga bo'lib olamiz. Birinchisi monomorfik to'lqinlar, ikkinchisini pastroqda gaplashamiz. Monomorfik to'lqin degani bu birin-ketin kelayotgan to'lqin bir xil degani. Birin-ketin kelayotgan to'lqin bir xil. Ko'ringlar mana bir xil to'lqinlar bo'lib kelyapti. Mana shu yerda to'lqinlar bir xilda kelyapti. O'shaning uchun ham biz buni monomorfik yoki ritmik to'lqinlar deb nomlab qo'yamiz. Va mana bu yerda bizda epileptik to'lqinlarni ko'rish mumkin. Mana bunday holatda kelishi bizda epileptik to'lqinlarda bizga ko'rsatadi. Bularda nimaga bunaqa kelyapti, nimaga buni epilepsiya deyapsiz deb bo'g'ilmanglar, siqilmanglar. Bularni biz sizlar bilan oxirroqdagi mavzularimizda to'laqonli gaplashamiz. Faqatgina buni hozir sizlar monomorfik, ya'ni bir xil shaklda ekanligini ko'rishlaringiz mumkin. Ya'ni tushunsalaringiz bo'ladi. Va mana bu yerda bizda polimorfik to'lqinlar ham bor. Polimorfik to'lqinlar bizda amplituda, chastity har xil holatda bo'ladi. Mana bu yerda ko'ringlar, ayqash, yo'qash bu xohlagandaqa shaklda turibdi bizda to'lqinlar. Va bu bizda sanaylik, kelinglar 1 2 3 4 mana bu delta to'lqin. 1 2 3 4 1 2 3 2,5 degan bo'ladi. Shunaqa bizda delta to'lqinlar turibdi va biz ularda polimorfik delta to'lqinlar nomlab bu ko'pincha yuqori ma'lum bir fazasi bor. Shu fazada yuzaga keladi. Sizlar bilan bugun qisqagina bo'lgan mavzuyimizni o'zlashtirdik. O'tgan qiyin darsdan keyin biroz hordiq bo'ladi deb o'ylayman. Bu ma'lumotlarimiz biroz yengilligi ozligi. Xudo xohlasa keyingi darslarda yana sizlar bilan ko'rishda davom etamiz. Yana eslatib o'taman, videoga qanaqadir fikrlar, talablar, takliflar, e'tirozlar bo'ladigan bo'lsa, shu videoda komment qismida qoldirishlaringiz mumkin va bu biz uchun juda ham muhim. Salomat bo'linglar, barchalaringizga oilaviy xotirjamlik tilayman.